Assalomu alaykum akalar, ukalar, Markaziy bank xodimlari. Biz Andijon viloyati Andijon tumani Mikrokredit bank tomonidan video qilyapmiz. Bir kontrga bir mahsulot yer maydonimizdamiz. Bu yer maydonimiz Andijon tumani Sharqiy Yulduzi mufesida joylashgan. Bu yer maydoni 9 gektar. 9 gektar to'liq o'z qamrog'iga olgan. Bu yer 60 ta fuqaroga berilgan. 60 ta fuqarolar to'liq ravishda barchasi no'xat ekkan. Bu yerda ham no'xatlar o'zi mana chiqib o'zi katta bo'ldi. O'zi hammasi mana meva solgan no'xatlar. Xudoga shukr, hamma xursand. Kamida bir 6 ta fuqaroga 6 million 7 million qilib kredit ajratib berganmiz. Ular ham xursand, mana foydalanishyapti. To'liq ravishda no'xat ekilgan. Bu yer maydonimizni 765 ga 547 yer maydoni metri, uzunligi 765, eniga 545 metr maydon to'g'ri kelgan bu yerda. Barchasi chiroyli. Barcha tashkilot rahbarlari ham tekshiruvga kelganda ham ko'rishgan yer maydonlar, mashinlarda ko'rsatganmiz shu yo'llar.